Endi holvatar qilolmayman degan bahonalaringlar o'tmaydi. Holvatarmi, holvaytarmi? Tez kommentariyada yozib ketinglar. Idishga 1 cho'mich yog' solib, 5 osh qoshiq un solib, o'rta olovda tinmay aralashtirib turishimiz kerak. Aks holda tagiga olib qolishi mumkin. Bu orada boshqa idishga 4 piyola suv, 5 osh qoshiq shakar solib aralashtirib qo'yamiz. Unimizni jigarrang tusga kirganda, to'q jigarrang bo'lganda boyagi shakarli suvimizni solamiz. Massamiz shunaqa holatga kelib qoladi, qo'rqib ketmanglar, o'zi shunaqa bo'ladi. 10-15 daqiqa qaynatib shunaqa holatga kelganda idishlarimizga solamiz. Tabga ko'ra yong'oq sepib dasturxonimizga boriga baraka deb tortishimiz mumkin.